Bugun men sizlarga bir emas ikkita, ya'ni Tex va Slavmash kompaniyalarini qo'y yungini oladigan apparatlar bilan tanishtiraman. Hozir men sizlarga bularni birma-bir ochib ko'rsataman. Komplektda ikkalasi ham bir xil. O'zini kitobchasi bo'ladi, cho'tkasi bo'ladi, ключi bo'ladi, moy idishi bo'ladi va albatta instrumentni o'zi. Hozir birma-bir olib ko'rsataman. Qo'lga ushlashga udobni, ish jarayonida umuman qo'llaringizni toliqtirmaydi. Qulayligini ko'rasizlar o'zingizlar qanaqa. Mazza qilib ishlatasizlar. Buniki ham juda ham udobni. Mana ko'rib turibsizlar, qo'lga ushlashga. Buni ham mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Mana sizlarga hozir tishlarni ham ochib ko'rsataman. Bismillah. Tish umuman yedirilib ketmaydi, o'zini o'zi bemalol chaqlaveradi. Mощности 600 watt bo'ladi. Daqiqasiga 2800 оборотga ega. 13 ta tishli bo'ladi. Kabel uzunligi 5 metr. Endi Slavmashkini ham ko'ramiz. Bismillah. Buni ham tishini ko'rasizlar, umuman yedirilib ketmaydi. O'zini o'zi bemalol chaqlaydi. Daqiqasiga 2800 оборотga ega. Buni ham tishi 13 talik bo'ladi. Simini uzunligi 5 metr. Ushbu instrumentlarimizning narxini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga narx so'zini yozib qoldiringlar.